Assalomu alaykum hammaga. Bugun Chilonzor uy bozoridagi uylarni sizlarga bitta ko'rsatib boramiz. Bugungi sanamiz 1-fevral 2026-yil. Mana opamda birinchi boshladi. Opam qaysi sana? Assalomu alaykum. Mana protetsiya. Shunda hozir bu kirpich? Kirpichli bu. Ikki etajli kirpichli bu. Birinchi etaj 25 kvadrat metr. Orada o'zini alohida kladovkasi ham bor. Ish narsalarni chiqarib qo'yish xonasi ayyor bor. Bu ancha oldin chiqmovdimi, adashmasam? Ancha oldin chiqib shekilli, birami bu bozorga? Narxi nech pul? 30. Bu tomonda. Shunda hozir 25 kvadrat, to'g'rimi? Arentir Agrar universiteti ekan. 30 deb turibsiz. Tushib beraman. Ustida savdosi bor ekan, nomerlar 99 523 15 72 qilasizlar. Opa mana, savdoingiz bersin, rahmat. Keling. Yo. Opa, opking qa? Qayerda bu? Qayer bu? Promzona Sobir Rahim. Qayer? Sobir Rahim Promzona. Chilonzor Sobir Rahimov Promzonada ekan. Bir xona ikki xona qilinganmi? 9 etajga birinchi etaj. Shunda 23 mingmi? Qanchaga berasiz buni? Nech pulga berasiz buni? Ukam bilan gaplashyapti, ukam bu. 23 ming degan ekansiz? 23 ming, ha. Nomerlar 90lik 359 75 26 ga qilaverasizlar. Mana opa, savdingiz bersin. Bu qaysi tarafda opa? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Sotmadingizmi hali? Nech pul so'rashdi? İşte koyar sotib qo'yapsiz. Buni sal narxini tushirish kerak deb bo'lmasa. Narx kelyapti, to'g'ri kelyapti. Boshida Qashqadaryolikdagi bigit sotib yemayapti Qashqadaryo. Nima qilgan Qashqadaryodan bo'lsa, opa sotsangiz bo'lmaydimi? Opam bilan Qashqadaryoliklar-da. Ha. O'sha olib bordilar-da, o'zi ham iloji bor. Olim polvon 2,5 sotiq ekan. Bir sotig'ini 27 mingdan so'rab turibdilar. Narxini tushiramizmi yo shu narx bo'laversinmi? Mana shu nomerlarga qilaverasizlar mana. Nomerlari. Olim polvon. Opa o'ziniki bu? Siznikini ham olib kelgan ekan. Opa o'g'lim mana. Oldilarmi? Ha, oldik. Bu o'ziniki yangi Darxondagi. Yo'q, qarindoshdi. Qarindoshingizniki? 16 yangi Darxonda. Sema gazinsan orqasida shaffof metandan kirib boriladi. 16 etajkani, 16-etajda 2 xona. Shunda hozir bu bir taraflamami yo skvoznoymi? Skvoznak. Bu ha skvoznoy, ha? Yo'q, bir taraflama deganim, uzr. Ha, bir taraflama ha bu. Narxini 48,5 ming degan ekanlar. Kelishtirib beramiz. Siz kanalingizdan kelayotgan bo'lsa, menga ham o'tib beramiz aka. Buni ha? Ha. Buni 47 dan menga berib yuboramiz. Rasmlari bormi buni? Rasmi bor. Ko'rsating. So'rovchilarga Qani rasmini ham ko'rsating qani. Mana. Bu tomon qaysi taraf bu? Chilonzor 19 da ekan. 2 xona, 3 xona, birinchi etaj, balkon 1,5 ga 6, zerkalni ekan. 54 metr kvadrat, yevro men. Narxi 72,500. Bu 19 qaysi tarafida bu? milliy taomning yonida. Milliy taomning yonida ekan. Nomerlar mana 97 630 74 74. Mana rasmi? Mana qorong'uroq. Bu shunda hozir ming tushib beraman deganingiz-a, kredit yarimliga. Xuddi shunaqa. Mana holat. Ko'xni nima bilan qilingan ekan, ha? Qoladi. Mana shu oxirgisi. Mana shu org'isi ekan. Shu nomerlari mana qilaverasizlar bemalol. Aka, savdingiz bersin. Rahmat. Charchamang. Opa, siz ham charchamang. 27 ming. Qayerdan bu? Assalomu alaykum. O'rizor bozorida chiqdi mana. 16 etajdan 12-etajda 2 xona ekan. Balkoni 1,5 ga 3, 60 metr kvadrat. Remonti sredniy ekan. Nech pul bu? Buni narxi 57 ming degan ekansiz. 56 ming bo'lsa aka sizni kanalingizdan berib yuboraman. Ustida sunnati ham bor. 56 bo'lsa beraman Erta dedilar. baraka qilishim kerak aka. Pul zarur. Shunda hozir remont sredniy degansiz nimalari bor? Hamma remont, sredniy remont deb adashib yozganman. Nomerlar mana 99 048 66 97 ga bemalol qilaverasizlar. Aka, savdingiz bersin, charchamang. Doda video qilsak bo'ladimi? Ha? Assalomu alaykum. O'zgartirishlik kerakmi? Zangata tumani. 66 sotiq ekan. Nejiloy 17 sotiq. So'lishlikda 17 sotuv. Shunda hozir bu Jiloy, to'g'rimi? 17 sotuv jiloy. Buni nech pulga berasiz? Joyda gaplashiladi hammasi.
Buni narxi yozilmagan ekanda. Startli narx. Qancha so'rab turibsiz? Qaysi birini so'rayapsiz? Mana buni 60 so'tliq deganingizda. 60 sotuv 17 ming sotiga. So'tliq 17 ming. 17 so'tlig'izchi? 10 sotuv 23 ming. So'tlig'i 23 ming. Bu Ray Center'da. 13'i. 10 sotuvlimi? Ha. 10 sotuvli 23 ming. Bu ham 23 ming. Yo mana bu 60 sotuvli 17 ming. 17 ming. 17 so'tliqlik ham bor ekan shuncha. 17ligi 15 sotuv. So'tiga 15. Solnishlikda. Ha, bu 23. 23. Nomerlar mana. Dodam nomerlari qilaverasizlar. Mana 90lik mana. O'ziniki, doda? Mana o'zlari kamida. Doda o'ziniki ekan. Startli narx hammasi kelishiladigan joy. Kelishilar ekan. Mana bitta mana bu tomonda ham bor ekan. Aka, xormang, salom. Yunusobod Toshturma, Novostroyka. Batan aka bog' chorrag'asida ekan. Shunda bu Novostroykami yo? Novostroyka xona. Novostroyka? Videoyizga anonsini Mana buni ana qilmadinglar, mana buni. Qaysini? Hozir qilamiz. Ha, ko'rsatib keting, o'kin Novostroyka holatini. Mana shu holat ekan. Mana shu ichki holati. Xona. Rustam akamning o'g'li o'tib qoldi. Mana shunga qilaverasizlar. Rustam akamning. Bu Sergeli 8-hududmi? Buni necha pul qilib berasiz? Buni sunnatiga kelishtirib o'tib beradigan joyi bor. O'zlari egasi bilan gaplashadi. Egasi bilan gaplashilgan. Sunnatiga o'tiladigan joyi bor ekan buni. Nomerlarmi? Nomerlar mana bor ekan. Bu Sergeli 8-hududchi, Orientir Qavas ekan. Navarki Novostroyka. 74 kvadrat, 2 ga 8 balkonli Novostroyka g'ishtlik dom. Nechinchi etaj? 3-etaj. 3-chi kvadrat nechi? 65 bo'ladi. 74. 74ligimi? 74lik mana. 71 ming kelishtiradigan. Kelishiladigan joyi bor. Nomerlar 99 111 17 59 ga qilaverasiz. Aka rahmat. Charchamang. Qaysi sana bu? Chilonzor 13 ta ekan. Novostroyka ekan. Kadastrlari bor. Qaysi mana bu? Mana Chustcho'xona oldidagimi bu? Cho'ponotni arkadan shundoq kirganda yangi ikkita qurilgan dom keladi. Ha. Undan o'tgandan keyin yana bitta 2023-yil qurilgan dom mana shu. Chustcho'xona oldida, to'g'rimi shunda? Anaqa kirpich devorlari. Farhod bozori Novostroyka ekan. Bir xona, ikki xona qilingan 6-etaj. 7-etajli Novostroyka. 40 metr kvadrat ekan. Lifti bor. 57 ming degansiz? Narxidan sizni kanalingizdan keladigan bo'lsa 55 ga qilib beramiz. 2000 sizni hurmatingizga o'tib beramiz. Kanalingizdan kelishsa bo'ldi. 2000 skidkasi bor ekan. 55 mingga berar ekanlar mana. Nomerlar 33lik 395 89 39. Bemalol qilaverasizlar. Mana ham qoraylik, chiqishini arzon. Sal uzoqroq oling, bunday yarkroq ko'rinaversin. Mana, solinishlisida ham bor ekan dodan. 7 sotuv 4 xona yangi qurilgan 50 ming narx. To'rxonanimi? Ha. Shunda 7 sotuv bor yo'q 50 ga berasizmi? Ha. Dokumentlari joyidami? Bu ham startli narx. Bor savdolashsa bo'ladi. Qarang. Yana bir marta qaytaraman. 7 sotuqda narxini 50 ming bo'lsa beraveraman dedingiz. Shunaqami? 50 ming narxi. Ha, narxi. Ustida yana sal Yana ozgina o'tib beradigan joyi bor. joyi bor ekan. Dokumentlari hamma narsasi joyida. Biz dokument sotib bo'lmaydi-yu. Yo'q, endi baribir so'rab qo'yganim yaxshi-da. Ha, bor. Mana nomerlar 90lik 176 08 Mana 45. aslovni mana buni anaqa qiling. Bungami? Ha. Mashinga Yo'q, torting. qaysinga? Mana mana shu to'g'ri. Aslovni mana shu odam gaplashgan. Bo'ldi, mana shu odamga qilaverasizlar. 50 ming dedi startli narxini. 2019. Yana kelishadigan joylari bor ekan. Doda charchamang. Hop, Sog' bo'ling. Buni hammi? Bu qaysi sana? Sergeli Xonobodmi? Xonobod. Xonobod. Xonobod metro 11-bekat. Beruniy ko'chasi. Shunda hozir bu 5, 1,5 sotuq ekan. 2 qavat. 6 xona. Mebel texnika Evro remont. Kirib Buni- yashashga tayyor. Faqat Qarang, hamma mebel texnikalar qoldiriladi. 135 degan ekansiz. 135 sizni kanalingizdan keladigan bo'lsa, aka azgicha narxi o'tib beriladi, 130 qilib beriladi. 130 bo'lsa beraman dedilar mana. Takliflar joyida hamma narsasi. Dokument hamma hujjatlari joyida. Birdan sirazi notarius sanaladi, hujjat nomiga o'tkazib beriladi. Nomerlar mana 33lik 395 89 39 ga bemalol qilaverasizlar. Mana. Salom. Salom. Chiqardik-ku aka uni. Chiqardik. Mana chiqaramiz hozir. Nima chiqarib oling? Bu nima deyish kerak? Ayting-da mana siz. Nima deydi? Siz orientirda. Bu yoqilmaganmi? Yo'qolgan olyapti. YouTube'ga olyapmiz. YouTube'gami? Ha. Padronda joylashgan. Postdan o'tganda bir Buni hozir oldin qo'yganman. Ha. Yana bitta qo'yamiz, qarang. Old suti. Fasadi necha edi? fasad 20 ga 30. 20 ga 30 mana fasadi bor ekan. To'rt To'rt burchak. Keyin 4 ta xonaga ana qo'yilgan. Fundament qilib qo'yilgan 4 ta xonaga.
Startli narxini qancha qilamiz? 190 ming dotudi 108 mingga tushirdik. 188 mi? 185 ming. 185 ming startli narx ekan. Yana kelishinglar dedilar. 6 sotu 6 ta xona. Takliflar joyida, aka. Dokument cho'tki. Kreditlar yopilgan, tayyor, kottej. Mana shu nomerlarga qilaverasizlar mana. O'zlari nima 4 soat deyapti? ishlab turadi. Bemalol, aka. Rahmat, Charchamang. Sog' bo'ling. Hop. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Olamiz aka? Arzon bor. Chisi. O'zizga 100 mi yo tirikchilikmi? Singlimni. Singiznikimi? Yunusobod, Yunusabad. 10 kvartalmi bu? Ha, 10 kvart. Qarang, 5 etaj ekan, 4-etajda ekan, 2 xona. Balkoni 2 ga 6 ekan, Chesterman, o'lchinka ekanda 58 metr. Kosmetik remont. Akfa deraza. Qarang, 58 500 deb turibsiz. Buni qancha qilamiz? 58 ga beramiz. Sal kelishtirish iloji yo'qmi? Ko'rsinlar, gaplashamiz joyida. 55 larga nima deysiz? O'zi 55. bo'lmaydimi? 57,5 ga bermadingiz. Bermaganingizga berasizmi? Ko'ramiz, ko'rsinlar. 57,5 ming agar savdo qilib ko'ramiz deganday qildilar. Ipoteka можно тоже. Ipotekaga mumkin ekan, mana nomerlari. 97 lik 407 63 77 ga qilasizlar. Telegramingiz bor-a nomeringizni? Bor. Telegramga yozsalaring tashlab berar, rasmlarini ko'rasizlar. Kimga yoqsa kelib bemalol baraka qilishlaring mumkin. Kvartiradan turibdi 350 ga. Kvartiradan qancha turadi? 350 dollar. Qancha vaqtdan beri? Anchadan beri turadi, 350 dollar. 350 dollardan kvartiranti bor ekan. Kvartiradan tashlab ketamiz. Salom alaykum. Qaysi tarafda ekan? 12 mi? Instagram chiqarasizlar. Chilonzor 12-kvartal. Nechinchi yom bu? 45 ta ekan. Komnata разделенный ekan. Tur 2-2. Можно ipoteka. Kvadrat qancha? 8. Qanaqa planirovka? Shu разделенный. Qarang. Hozir buni 65 degan ekansiz. Buni sal yumshatib berasizmi yo taqalganimi? Yo'q, kelishtirib beraman. Savdosi bor ekan. Nomerlari mana 90 lik 355 0944. Telegramingiz bormi nomerda? Bor. Telegramga yozsalaring, rasm videolarini tashlab beradilar. Aka, charchamang, savdingiz bersin. Xo'p. Hormaydi odam. Assalomu alaykum. Sotilmadimi hali bu? Assalomu alaykum. Qilishyapti rosa. Qilishdimi? Rezultat bo'ldimi? Sizlarni xatdan topaman, mana ko'rmoqchi edim. Bekzod o'chi desangiz chiqadi Instagramga, Telegramga. Mana dodamnikini bitta yana qaytaramiz. Qibray Nabirjini. Nabirjini, Qibrayda. 12 sotiq, oshxona, hammom, hojatxona uy ichida joylashgan ekan. Qarang doda, fasadi necha edi shunda? 19 dan ko'proq. 19 dan ko'proq fasadi ekan mana. Qarang, sotig'ini necha pul qilamiz? 12 ming so'rayapman, kelishtirib beraman yana. 12 ming bunaqa narx yo'q, o'tda 15 ming 20 ming sotiga. Borib ko'rib qarang doda, 12 dedingiz-ku. 12 salgina nima deydi? Balandroqda, shuni 10 qilsak qanday bo'ladi? Yo'q, 10 ga ko'taring. 10 qilishni berma. Undan bo'lsalik yaxshi narx bo'lardi, srochniga ketardi lekin. Undan qilishdi. Berma. Pul bilan kelsin gaplashamiz-da. Sal bir qism mayli, nari berilsin. Dodam pul bilan kelsa gaplashamiz dedi. Endi xudo xolasa pul bilan kelsa baribir yumshatib beradilar, nomerlari mana. Ko'chatda hamma tiqiladi. Bemalol mana shu nomerlarga qilaverasizlar. Olma bor, anor bor. Doda bemalol sizga chiqavera, charchamang, savdingiz bersin. Salom. Okey. Hozir. Qaysi taraf? Okey, assalomu alaykum. Mehnat mahalla. Qancha kiramiz? Postdan. 1 kilometr. 1 kilometr. bo'lsa. Mehnatdan bo'lsa 1 kilometr kiradi. Gaz bormi? Hammasi. Kanalizatsiya hammasi kelgan. Internet. Yer narxida beraman. 20 mingdan beraman. Uylari 20 ming? uylari bilan berib yuboraman. 8 sotiq shunda sotig'ini 20 mingmi? Ha. Sal balandmasmi? Uylari bilan beraman. Uy holat qanaqa? Rasm bor? Yo'q, rasmi yo'q. Tashlab beraman agar. Yer hisobi emasdi shunaqami? Yer hisobida berib yuboraman. Yer hisobida bo'lsa sal qimmat emasmi? 18 ming so'm sotyapti o'zi. Quru yer. O'tgan safar bozorda ham sal arzonroq chiqdi-da lekin. 18 mingdan kamiga topolmish. Mayli, kelin chiqsa telefon qilaveradi mana. 8 sotiq, 9 ta xonasi ekan. Fasadi 20 ga 40. Ko'rib olinglar mana, suv, svit, gaz hamma sharoiti bor, dokumentlari joyida. Muammosi yo'q, toza. O'zingiz uyingiz. O'zlarini uyi bemalol chiqaverasizlar. Mana nomerlar. 33 555 05 51 99 824 01 25. 175 degansiz, qancha qilamiz? 20 mingdan berib yuboraman. 20 mingdan bo'lsa 160 ming bo'lar ekan. Pul bilan kelsa ham sal yumshatib berasizmi? Ha, endi undan qancha yumshatib. Taqalgan 160 dedi, endi baribir o'zi bilan gaplashasizlar, akam nomerlari qilaverasizlar. Aka, charchamang. Savdingiz bersin. Xo'p. Ko'rdingiz, men ancha arzon edi. O'tda o'zi 15 Sotilib ketadi. Qora qamishda ekan mana. Qora qamish bir ikkida. Sotaman, mana shartnoma dogovorlar ham turibdi.
Hormaylar, charchamayapsizlarmi? Rahmat. Men o'tkazib shundoq, shartnomani shuni Bu o'tkazib qaysi tayyor. qaysi firmani Avstriyasi? Better Base kompaniya. Bitter Base. Qarang, kadastri chiqqanmi? Kadastr chiqmadi, endi chiqadi ekan. Kadastrmi? Dom bitib bo'lgan, yashalyapti уже bu yoq taraflar. Meniki oxiri bitdi, a blok. Lekin Endi chiqadi. kadastr chiqmasa lekin qo'ya olmaymiz aka lekin. Bular Uzr lekin. bular ishonchli dedi do'stlar. Yo, to'g'ri, men baribir Kadastr chiqqan уже, tayyor. kadastr chiqqan bo'lsa, Alfa Global. chiqqaningizni qo'yib beramiz mana. Chichiq bor ekan, men buni kadastri chiqqan ekan buni qo'yamiz. Do'stim, shundan nomiga o'tkazib yuboraman. Yo'q, aka baribir tushundim. Shartnomani o'tkazganingiz bilan u qachon chiqadi, qachon chiqmaydi, unisi menga qorong'uda. Yashalyapti, uy qolmagan o'tda, cho'g'asi. Tushundim. Baribir Ishonchli kompaniya Better Base. Liboy ko'pchilik biladi. Yo, to'g'ri. Aka ishonchli bo'lishi mumkin, lekin chiqmagan narsani qo'yishimiz sal noto'g'ri bo'lib qoladi. O'shaning uchun mana chiqqanini nima aytib ketamiz mana. Shartnomani shuni o'tkazib beraman. Shartnoma qo'limda turibdi. Dogovordan turib U qo'yish. shartnoma umuman boshqa narsa, kadastr umuman boshqa narsa-da. Shartnoma любой narsani shartnoma qilsa bo'ladi. Bu kadastr degan narsa. Men kelishaman. Просто men investorga qaytib o'tib ketmasdan deyapman. Tushundim. Ustiga qo'yib bitta Tushundim sizni tushundim aka. O'shaning uchun mana bas sotib oladi qimmatga. to'g'ri, men o'shaning uchun foydalanib qolsin deyapman. sizga mana bunisini qilib beraman dedimki, mana chiqqanmi? Chiqqan bo'lsa mana aytaman. Chirchiq 10-mikrorayonda ekan, Novostroyka ekan. 229. Shunda bu qaysi tarafida Chirchiqda? 10-mikrorayon. 10-mikrorayon ekan. 46 metr kvadrat korobkada, to'g'rimi bu? Korobka holat. 33500 deganlar. Kimga qiziq bo'lsa mana nomerlari bemalol qilaverasizlar. Buni yengillatadimi joyida? 33000 bo'lsa berib yuboraman. 33 ga berilar ekan, qilaverasizlar. Kadastr chiqdi, men shundan ko'tarmadim narxini. Yo, bo'l okajon. O'sha narxda turibdi. Charchamang, sodingiz bersin. Xo'p. Doda, siz qaysi tarafda? Qaysi biri? Sizda nechta bor? Naqqoshlik. Ikkita. Naqqoshlik men Ha, bir tushundim. sanabga mana bu Tamojini- haligi tamojiniga Ha. yaqin joyda ketdi. Tushundim. 70 seri ekan, 60. 100% to'liq remontdan chiqqan. Yangi hali hidi ketmasdan turib, hech kim Buni yashamagan joy. qancha qilamiz, doda? Ha? 68 domiz. 68 mi? 3 xona qilingan. Alohida eshiklar hammasi alohida. Shunda hozir bu 2 xona, 3 xona qilingan. 4 da shunisi bor. Alohida eshiklari alohida 3 ta xona. Qarang doda, buni 68 sal yumshatamizmi? Sal kelishtiramiz. 63 larga nima deysiz? Bilmayman, uni o'g'lim ustalarni ishlatgan, o'g'limdan so'rab baxshim kerak. Dodam men hozir 63 dedim narxiga. Dodam baribir kelishaman dedilar. Endi 68 deganlar, o'zlari bilan gaplashasiz. O'g'limdan aniq qilish Ha, kerak. bemalol gaplashib kelishtiradigan joy bo'lsa, kelishtirib bemalol olaverasizlar. Bu Sebzor ekan-a bu? Sebzor. Bu qarang, Sebzorning qaysi tarafida? Sebzor yaxshi bilmayman. O'znikimi? O'g'lim Ha, o'g'lingizni? O'g'lim. Orientir ayting bitta. Tushunib olaman agar. Ana Taxtapulga yaqin ekan-da, Taxtapul. Taxtapul, ha. Chaqa yaqin ekan. U yerda dokumentda Sebzor dahasimi yozilgan, keyin Tushundim. qanaqadir she'rdan kelgan bir mahalla deb qo'ygan. Qarang doda. Buni 38 kvadrat metr ekan. 5 etajli domni 3 etaj bir xona. Balkoni 2 ga 3 ekan. Shunaqa. 53 ming deyilgan. Buni nech pul qilamiz? Bilmayman buni ham. Buni ham bilmaysizmi? Kelishtirib beriladi. Kelishtiraman dedilar, o'g'li bilan maslahat qilish kerak ekan. Mana men ayolimning nomeri mana. Ayol- Ayol bu ayolim. Ayollar shu yerda ekan. Shu yerda turibdi. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. Doda, rasm videolar bo'lsa Kelishtirib bemalol beramiz. ko'rsat. O'zimizni uyimiz, hech begona odam yo'q. Sodingiz bersin. O'rtada Nomerlar begona. mana. Ko'rsating. Mana. Mana shu nomerlarga qilaverasizlar. Charchamang. Assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Videoga olsak bo'ladimi? Videoga olsak? Soya. Chilonzor rayon algoritm. Guliston. Algoritm Yevrolimon. Qarang, algoritm qaysi tarafida? Guliston. Bu Bozorchan yoni, institut yoni. bozorchan yoni Ha, institut. 31-kvartalmi? Ha, 31-kvartal. Beraman. Olayim bo'ling. Mashina olib turing qani. Qarang. Shunda hozir bu bozorchan orqasidagi 9 etajkada, to'g'rimi? 9 etajga 53-dom. Remonti yevro ekan. Yevro remont, свежий. Kvadrat qancha buni? 72,5. 72,5 mana holatni bitta ko'rsatasiz. 80 ga beramiz. 83 ming degan ekanlar, 80 ga beraman. Yana ham kelishtirishda iloji bormi? Yana kelishtiramiz. Nomerlari mana 91 011 54 00 ga qilaverasizlar o'zlarining uylari. Shunaqa o'zi. Bu qaysi taraf? Bu Novza metro. Novzadan. Novzada remonti yo'q. Mana eski remontda 9-8. 8-etajda 3 xona. 90 ming deyilgan Yana bu. kelishamiz. Buni ham kelishaman deb mana shu nomerlari qilaverasizlar. Bu 3 xona 8-etajda Kelishtirib ekan. beramiz. Qarang, Novza masjidga ketaverishda o'ng qo'ldagi Yo'q, 9 masjid etajda. emas.
Bu korzinkani orqasiga Ha, kvartal. ha, korzinkani orqasidan, Ha. korzinkani orqasidagi donda ekan bu. Korzinka. Bemalol qilaverasizlar. Ha, bo'ldi. Rahmat. Xo'p, charchamang. Baraka toping. Hop. Assalomu alaykum. Hop, video qilsam bo'ladimi keyin? Firkamani olmang. Yo'q, siz olmaysiz. Mana shu sizni oling. Chilonzor 14-kvartalda ekan. To'rt etashgan birinchi etajda 3 xona, 107 metr kvadrat. Qarang. Xolajon, bu hozir 14 qaysi tarafida? 62 maktabning oldida. Afruzdan kirib borganda ham bo'ladimi? Jikovskiyga borganda chapga kiriladi, to'g'rimi? Ichkidan kirsa ham bo'ladi. Aha. Rayona bo'lardi, hozir bog'cha shu. Ha, ha, ha. Qarang, shunda hozir narxini nech pul degansiz? 145 deganman. 145 ming degan ekanlar narxini qancha o'tib berasiz? O'tib beradigan joy bormi? Rivojlangan bilaman. Ustida savdosi bor ekan. Mana shu nomerlari, mana xolamniki. Savdolari bor, mashina stoyankalari bor, 20 ta meva darang bor. Hamma mevalar darang beradi. Bemalol qilaverasizlar o'zlarini uylari. Xola, charchamang. Xo'p. Yo'q, sizda olmadi. Salom. Video qilsam bo'ladimi? Video qilib olsam? Instagramga emas, YouTube'ga qo'yamiz-da. Chilonzor 19-kvartalda mana 4 etashgani, 3-etajda bir xona ekan, bez remont. Balkon 1,5 ga 3. Arendator yes deganingiz bormi hozir shunda? Arendator bor, endi arendator chiqib chiqaryapsiz, arendator. Chiqib chiqarasizlar. Buni 45-900 degan ekansiz. Qancha yumshatiladigan joy bor? Taqalgan narxi mayli shunday 45500 bo'lsa qilib beramiz. 45500 bo'lsa beraman dedilar, mana nomerlar 97 403 76 27 ga bemalol qilaverasizlar. O'zlarini uylari. Charchamang. Xo'p. Uzr aka. Xo'p, keling. Assalomu alaykum. Aka, video qolsak bo'ladimi? Ha. Mani olmaydi. Yo'q, sizni olmaymiz. Mana shu bunisi qiziq. Tashkentskiy rayon, Arendar Kelis, Mehnat, dom. 1,5 sotik. Чисто аккуратный ekan, 6 komnata, plus hol, plus kuxnya. 3 ta sanuzul, dokument kadastr полный paket. Renault 80 ming deyilgan ekan bu. 55 ming. Bu срочно 65 ming, город 55 ming. Shunda hozir qaysi birini 55 ming? Men tushunmadim-da. Mana shu? Ha, bu eski narxlari yozilgan. Ha, bu eski narxlari. Taqalgan 55. Taqalgan 55 bo'lsa beraverasiz. Yana yumshatiladigan bormi yo'q? Bo'ladigan. Taqalgan ekan. 93 705 27 71 o'zlaringiz nomeringiz, to'g'rimi? Nomerlarga qilaverasizlar, rasmlarini tashlab beraladi Telegramdan. Aka, charchamang. Assalomu alaykum. Hormang doda. Video qo'ysam bo'ladimi doda? Shunda hozir postdan 6 km. Qaysi postdan kiriladi? Toshmaynimi? Qarang, 6 km kirilsa 4 ta xona 1,5 sotiq ekan. Bunda hozir gaz, suv, svet hamma sharoiti bor. Kanalizatsiya kelganmi, kelmaganmi? Kanalizatsiya yo'q faqat. Отдельно yama qazildi. O'zingiz Oshxonaga bittasi hojatxona. yama qazilgan ekan, ikkita. Qarang, shunda hozir buni fasadi nechi buni? Metrajni ana qilmagan. 1,5 sotiq olmish maydoni, dokumentlar joyida. O'zingiznikimi yo tirikchilikmi? Yo'q, o'zimniki. O'zlarini uylari ekan, mana nomerlari. 93 504 41 97 ga qilaverasizlar. Keyin 60 ming degan ekansiz. Buni sal yumshatiladigan joy bormi? Va ko'rishsin, gaplashamiz. Ustida savdo qilar ekan. Xudo xolasa. Ustida savdo qilar ekan, narxi yaxshi narx lekin mana. Ko'rishlaring mumkin. O'ta ko'rsang yaxshilab. Mana holat. Charchamang. Rahmat. Xo'p. Kanalmi? Bekzod uychi desiz chiqadi. Nimada? Bekzod uychi. Aga bunaqa yozmaysiz, bunaqada chiqmaydi. Chiqadi, chiqadi. Kampirim o'zi bilan Ha, men ha. ham bilmayman. Bezod nimada? Uymi? Uychi. Uychi. Ha. Shuni yozsangiz chiqadi. YouTube'ga yozing chiqadi. Instagram bor, Telegram bor. YouTube'danmi? Ha, hammasiga. Chiqaveradi. Charchamanglar, sog'. Assalomu alaykum. Opa, video qilsam bo'ladimi? Nimani? Mana buni. Arendami sizdek? Sotuvda yo'qmi? Bor sotdi mana. Qaysi? Chilonzor naqqoshlik. Naqqoshlik qaysi tarafi? Singapurskiy universitet, bitik bor, Ha. bitin yon. Galereyni dom, bir Ha, xonali. galereykanmi? Mebel texnikasi. Bu galereykaga Chilonzor Tamojniy chorrahadan chap tarafda, o'sha chap orqa taraflari. Narxi 45 ming deyilgan, ko'ritish. Startlik ancha kelishtirib beriladi. Qarang, kvadrat qancha? 20 mi? Necha? Necha? Podvali 40 kvadrat, tepasi 20.
Podvoli ham bor ekan mana. Podvoli ham. Podvoli 40 ekan, tepasi 20 kvadrat. Remontlari yaxshi holatda. Yangi remont mebel texnikasi bilan. 45 startida 43 mingga yana ham kelishtirib beriladi. Sal baland emasmi? Kelishtirib beriladi. 40 larga nima deysiz? Olib keling, keyin ko'ramiz. Klient kelsin ko'ramiz. Klient kelsa ko'ramiz dedi, ustida ekan savdosi. Kelaverasizlar. Opa charchamang. Buni ham yo'q. Bu ham bor. Chilonzor 24 224. 24 60 ming. Xrushevka. Qarang, 24 qaysi taraf? G'ijduvon kafesi. G'ijduvon kafe. Mana shu holatda ekan. 60 kvadrat nechi buni? 48. 48. Buni sal yumshatish kerakmi deyman-da. Bo'lish. Darsoy mazorta. Tushundim, salgina bor-da. Bir 2 mingla sal balandmi deyman-da. Shunaqa narx qo'ydi. 57 58 da bo'lsa yaxshi narx bo'lardi-da. Bo'lish narxi. Bo'lishimi? Bo'lishi dedilar, endi baribir pulni ko'rgandan keyin qanaqadir tushadigan joy bo'lib qolishi mumkin. Mana shu nomerlarga qilaverasizlar. Opani varianti ekan. Opa charchamang. Xo'p. Okay, video qolsak bo'ladimi? Faqat yuzimni olmang. Okay, yuzini olmang. Pastdan Dars olmang. beraman. Qayerda dars berasiz? Yujuda. Yujuda, akam Yujuda dars berar ekanlar. 5 etajga 2 etaj, bir xona 2 xona. Chilonzor C kvartali bu. Qaysi taraf C kvartali? Turon bank oldi. Turon bankda orqasida, shunaqami? Turon bank orqasida ekan. Balkoni? Yoni bo'ladi. Ha, yoni. 500 metrda metroga. 1,5 ga 3 balkon. Yevro remont ekan. Mebel texnika Hamma narsa. metrogacha 500 metr. Qarang, kvadrat nechi buni shunda hozir? 34. 34. Ha. Narxini nechi pul qilamiz? Narxini bu 57, yana yonida 2 xonali uyim bor, u 65. Bu arzon. Bu lekin sal Bu qimmat ekan. 57. Bu uchun yevro remont-da bu. $500 anaqasi ham bor, kvartiranti ham bor aka. Bunimi? Ha. O'tgan kun bitta 11 dan oldik. Sal arzonroq edi-da u. Bu sal qimmat chiqyapti-da lekin. 57 lekin bu $14,000 remontiga ketgan pul aka. Anuni 65 qilib beraman. Nomerlari mana. Brazilmi uy? U qaysi tarafda 2 xonaligingiz? Bu yonma-yon. Bu yonma-yon. Ha, 65. Ha. Planovkasi qanaqa? Razilni-da. Razdelmi? Yana 2 xonaligi bor ekan, u xuddi o'sha tomonda 65 ming dedilar ular, mana nomerlari. 90lik 168 66 33 ga bemalol qilaverasizlar. Charchamang. Bitta 2 xonali uy bor. Xo'p, charchamang. Nima Instagram mana podpiska qo'ying. Bekzod o'ychi qiling chiqadi. Mana. Olmayapman yuzimni. Yo, yuzdo'gan. Rahmat aka, charchamang. Sotilishini bilamiz. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Qani, charchamayapsiz? Zo'rmisiz? Nima bo'ldi? Sotilmami? Uni sotib yordingizmi? Chilonzor 16 da ekan. Shunda hozir bu qaysi taraf 16 ni? Yo'lni beryapti. Darbank orqasimi? Davrbank. Darbank orqasida ekan mana. Sredniy remont degan. Balkon 1,5 ga 3. Chilonzor metroda bir qadam. Sanuzul razdelli ekan. 2 xona qilingan. Buni hozir birinchi liniyadami yo ikkinchi liniyada? Birinchi liniyada. Nechi yil o'qisa bo'ladimi? Bo'ladi. Nechi yil o'qisa ham bo'lar ekan. Narxi 55-900 degan ekansiz. 300-400 o'tib beramiz, aka. Narxi yomon emas agar metro oldi bo'ladigan bo'lsa. Sal yumshatib bersangiz yomon ham zo'r bo'lardi. 55500 aka. 55500 bo'lsa beraveraman dedilar. Mana shu nomerlari, mana akam nomerlari. Bemalol telefon qilaverasizlar. Kelasizlar, ko'rasizlar, yo'qsa baraka qilasizlar. Joyida, notariusga tayyor. Aka charchamang, sodingiz bersin. Xo'p. Salom. Qaysi biri veki? Parusdagimi? Yo'l yoqasi ikkinchi. Parusda oldi vekib bor ekan. Bir boshdan boshlaylik. Chilonzor to'rida bor ekan. Mirzo Ulug'bek. Metro 100 metr. Qaysi o'rtasi bu to'rtda? Orqasimi? Parkini yoni. Yonida. Metro 100 metr. Park yoni. Balkon 1,5 ga 3. Bir xona, 2 xona. Birinchi etajda ekan. Podval огородlari bor. Podval огородlari bor. Balkoni 1,5 ga 3. Remont qanaqa? Yevro. Yevro 53 ming bo'lish. Bo'lishi Bezmakler. bo'lishi 53. Bezmakler. 53 ming dedilar mana bir xonasini akam. Keyin yana bitta bor ekan Chilonzor 8 da Parus oldida. Sredniy remont g'ish degan ekan. Seni 44,5 ming. 42 bo'lish. Bo'lish 42 mi? Bezmakler bu ham. Buni kelishtirishda iloji yo'qmi buni? 42 ga uy bormi hozir? Mana bu narxi zo'r narx lekin. 42. Mana buni ko'rsalaring bo'ladi. Bemalol telefon qilasiz mana. Mojna bank degan ekansiz. Ipotekaga ham chiqarsa bo'ladi. Ya narx srochnikida. Ha, narx sotar ekanlar, ipoteka yo'q ekan faqat. Bunisiga e'tibor qilmayapsiz. Nomerlari mana. 90lik 932 0271 ga bemalol qilaverasizlar. Akamning uylari. Aka charchamang. Xo'p.
Salom. Aka, qaysi taraf? Salom. Ko'rsam bo'ladi. Chilonzor Andalus aka. Ikkinchi dom. Ikkinchi dom. Bu 16 ga qaraydi, 4 etashgan 3-etaj, bir xona. Balkon 1,5 ga 3, 33 metr kvadrati. Buni narxini necha qilamiz? 53 degan ekan. 52.500 oxirgi. 52 qilsak roska. Yo'q, 52 ga to'g'ri kelmay qoladi. O'ziznikimi yo tirikchilikmi? Men maklerman. Jiyanimni uyini olib chiqqanman. Jiyaningiz uy, ha? Buni sal kelishtirib beraman dedilar, mana eshitdilar akamdan. Nomerlari mana 93 102 92 85 ga qilaverasizlar. Baribir naqd pul bilan kelsa nimadir o'tib berishingiz kerak aka. Shunday naqd pul bilan kelsa kelishtiramiz. Akamga qo'yaverasizlar mana nomerlari o'zlarini. O'rtada osticha yo'q. Instagramga chiqadimi, chiqmaydimi? Instagramga ham qo'yaman, kesib qo'yaman-da. Biznikini ham bir qo'y barak. Aha, aka, charchamang. Arzon variant demoqchiman-da. Bildim buni. Buni kecha ko'ruvdim chiqqani. Charchamang. Davronga qo'ydirib, atab telefon qilaman uni. Nimaga? Bildim, obilar chiqamda. Ya qiladi, ko'p bilagan. Aka, charchamang, xo'p. Ichkariga olib keling. Ha, ichkariga kiraman. Bitta mo'raga mana variantda. Assalomu alaykum. Video qilsam bo'ladimi? Yo'q, albatta bo'ladi. Chilon. Yo'q, qog'ozni olamizda. Bo'lavering, qog'oz bemalol. Rasmi ham bor. Chilonzor G9 da ekan. Harg'atski bozor orqasida. Shunda hozir 4 da bu bir xona 2 xona qilingan. 35 metr kvadrat. Balkoni 1.20 ga 3 ekan. Yevro remont degansiz, mebel texnika. Ichida nima-nimalaringiz bor? Shuni bitta tushuntirib bering. Hamma narsa, kir mashina, xolodilnik, televizor, divan, gilamlar, hamma narsa, yashash uchun hamma narsalari bor. 50 degan ekansiz. Qarang, bitta gap aytaman. 48 desam qanday bo'ladi? Yaxshi bo'ladi. Bo'ladimi? Naqd bersa 48. 48 naqd bersa 48 ga joyiga nisbatan salgina narx-navosi bo'ladi. Joy jihatidan mana holati. Mana shu holatda ekan, bemalol qo'yverasizlar o'zlarining uylari. O'rtada vositachilik yo'q. Chilonzor 20 da ham bor ekan, 3 xona 4 ta. Balkon 1,5 ga 68 metr kvadrat. Здравствуйте. Сколько? 72. 72 mingga beraveraman dedilar. Nomer o'znikimi? O'zimniki. Mana nomerlar 93lik 324 72 82 qo'yverasizlar. Nima, qanaqa qaslar? YouTube'ga chiqaramiz, ha? Rahmat. Ha. Ichkari kiramiz. Olib kelyapsizmi? Mana Bekzod yuribdi. Kim? Alo. Sasha o'zi qilaman men o'zim senga. Xo'p. Doda, hormang. Assalomu alaykum. Oson bo'ladimi videoga? Bemalol. 3-2 sotix 5 ta xona, Zangiota ziyoratgoh. Ziyoratgoh qaysi tarafida, doda? Ziyoratgohga erkindan kiraverishingizda So'rnichniga chiqib ketadigan yo'l bor. Ha. Poyez yo'ldan shunda o'tasiz, shu ko'chani yuzida. Doda, buni qancha qilamiz narxini? Sal kelishib, yumshatiladigan joylari bormi? Bor. 75 ming degan ekansiz. Bu hozir yer hisobidami yo imorat hisobidami? Imoratdan bormi? Yeshxona uyi normalniy mana. Holat yaxshimi? Qani rasmini ko'rsating qani? Normalniy uy bu. Shuki patolog, remontda qilingan. Qani ko'rsating qani rasmini? Mana holat. Yeshxona do'mi puliga berib. Holatlari yaxshi ekan. Doda, buni oxirgi taqalgani nechi pul? Sizlar blogersizlar. Biz YouTube'ga qo'yamiz, mana nomeringizni aytamiz. Kim telefon qilsa o'ziga qilaveradi. Qarangda. Kecha ham maklerlar olib borishdi. Xo'p, 68 ga bermadi. 68 ga bermadingiz. O'sha bermaganingizga berasizmi? Men baribir misol narxini hozir sal kamroq aytsam, baribir yerga urib qolgan bo'lib qolaman-da, o'shaning o'sha bermaganingizga berasizmi? Yo'q, ozgina qo'shsa beraman. 68 ga ozgina qo'shish kerak ekan mana. Dodam nomerlari 73 353 30 15. Bemalol chiqaverasizlar. O'zida uyingizda, doda? O'zimning uyim. O'zlarining uylari. Telefon ham o'zlariniki. Bemalol qilaverasizlar. Rahmat. Charchamang. Assalomu alaykum. Video qilsam bo'ladimi aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshi? Tashobil akam. Hasanboydami? Qarang, qaysi tarafida Hasanboy?
Hasanboydan postdan kirasiz. Aha. Betonkadan bilasizmi? Ha. Gastronom bor yo'lingizda. Bor, bilaman ha. Kirsangiz, postdan 50 metr yurasiz, o'ngga ko'cha chiqadi, birinchi ko'cha. Bir 500 metr yurasiz, keyin chapga ko'cha chiqadi 300 metr. Shu betonkadan 9 metr kiriladi-da. Qarang, shunda hozir bu 1,5 sotiq degan ekansiz. 1.35 ha. 1.35 ha. 1.35 ekan. Uzr, adashimman, 1.35. Bu imorat qanaqa holatda? Yaxshi, shu kirib yashashga tayyorda. 2 etajmi yo 1 etajmi? Bu 2 etajga 4 ta xonasi bor, oshxonasi bor. 2 ta sanuzel bor. Holi bor. Oldida mashina qo'yishga joyi bor. Nechinchi yil qurilgan? 23-yil. 23-yil qurilgan. Hozir o'zingiz yashaysiz. Kottejni birinchi etaj to'pli po'l bo'lgan. Oldida mashina qo'yishga joyi bor, tapchanga joyi qoladi, yana o'tishga joyi qoladi. Orqa tarafda joyi bor, yoki kuxnya qilsangiz 5 xona qilsa bo'ladi. Dokumentlar joyida. Ha, kadastr hammasi. 99 degan ekansiz. Buni sal yumshatamizmi yo taqalganimi? O'tib beramiz agar Necha pulga kelishiladigan joy bor? 2000-3000 o'zgacha o'tib berish. 95 desam bo'ladimi? Baribir 95. 2000-3000 dan ko'ra Mayli, faqat ipotekaga mumkin emasda, chunki 3 yildan o'tmagan. faqat naqdga ekan mana nomerlari. 97 lik 708 55 75 ga qiraverasiz. O'zingiz uyingiz aka, o'zlarining uylari bemalol chiqaverasizlar. Charchamang. Sog' bo'ling aka, savdoingiz bersin. Ichkarida odamlar mana bu tomonda mana hamma odam bor. Variantlar juda ko'p. Tashqari chiqsak. Labi. Qaysi tarafda? Qaysi tarafda ipodromda? Ipodromni ro'parasida Beshqo'rg'on mahalla bor-ku. Beshqo'rg'onda, xo'p. Beshqo'rg'on mahalla. Aha. Abu Sahib bazalarining yonida. Necha sota? Bittasi 5,5 sotu, bittasi 3,8. Narxi necha pul? 30 mingdan sotildi. Sotig'i. U faqat skladga. Skelet uchun joy bor ekan, mana eshitilaring dodamlar. Dodam nomerga qilaverasizlar, doda ko'rsatasiz. Bemalol. Charchamang. O'sha yerda yashab turibmiz. Katta o'g'lim yashaydi, ikkita o'g'lim. Doda savdoingiz bersin, charchamang, sog' bo'ling. Xo'p. YouTube'ga yozsangiz chiqadi, Instagramgami Bekzod Uychi desangiz chiqadi. Ha, aka. Ha, shunaqa. Charchamang. Salom. Aka, xormang. Charchamayapsiz? Bu qaysi sana? Uzbunda. Yangi uy hali hech kim turmagan. Mebel hamma narsasi bor. Qaysi Novostroyka? Ha? Qaysi firmaniki bu? Tuman. Uzbom dedingizmi? Da, Uzbomda. Uzbom. Mirobod tumani. Kuchko'prik ko'chasida ekan. Qaysi firma qurgan buni? Qaysi firma? Nima diram edi? Xullas firma nomisidan chiqibdi. Mana nomerlari. Nomerlari mana 14-etajda ekan, 9-etajda joylashgan ekan. 2 xonali. 53 metr kvadrat. Qarang, bir taraflamami yo skvoznoy emas bu? Nomerlari mana shunga qilaverasizlar. Mebel texnika bilan ekan. Kelishtirib beriladi. Quradiganlar bo'lsa. Shunda hozir bu arenda narxida, to'g'rimi? Arendaga ekanda. 650 ga kimga arenda kerak bo'lsa mana shuni chiqaverasiz. Kimni qo'yasiz? Oila, qizlar? Oila iloji bor. Faqat oilaga bemalol telefon qilaverasizlar. Aka, qaysi taraf bu? Faqat meni olmasdan ana. Bo'ldi, sizni olmaymiz mana. Bo'ldi, aytsangiz. Uchtepa tumani. Eng arzon uy. Uchtepa rayoni. Kamchatkadami? Sizlardan qancha kiramiz? O'sha to'g'ri kirgan uchta dom bor. Dom bor, xo'p. Uchtepaga qaraydi. Bo'ldi, tushundim ha. Polnotsenniy dom. Galereyka emas, общежитие emas. 1,5 balkon. 4 etajdan 2-chi etajdan bir xonalik. 1ga 3mi? 1ga 3 ekan bak. Uzr, adashdim yana. 28 metr kvadrat. 33 ming 200 yilgan ekan. Srochniy narx bu. O'zi 36,5 ming sotib o'tdi. Buni kelishtiramizmi? Tekis qilib beramiz. 30 mi? 33. Ha, 33 bo'lsa ber ekanlar. 33 bo'lsa tekis qilib beraman dedilar. Holat qanaqa? Arendaga odam qo'yilgan 250-300 dollarga turibdi. Necha yildan beri turadi? Ha, farqi almashib turaveradi. Ha, almashib turaver ekan nomerlariga. 99 860 1841 ga qilaverasizlar o'zlarini uylari. Necha minut bo'libdi? Keling. Doda, xormaysiz? Chilonzor tumani Gavhar MFE. Mo'ljal 16-shahar 16-Golbanisam. Do'mbirovot mahalla. Ha. Gavhar mahalla bo'lgan. Bo'ldi, tushundim. O'zi bitta mamlakat turgan dommi, bunaqasiga yo? Yo'q. Ichkaridagimi? Mahallaning ichida ikkita dom bor, Ha. boshqa yo'q. O'shani so'radim-da. Masjid oldi, ko'p dom. Ha, bo'ldi, tushundim. Bu
mahallani chetida. Planirovkasi zerkalli planirovka ekan, 50 kvadrat metr bo'ladi. O'zlarini uylari ekan. 4 etajgani 4-etajda 2 xona mana. Holatini ko'rsating. Holati. O'zi yashaysizmi yo ijarachi bormi? Hozir bor, u sotilsa sira chiqib ketaveradi. Qancha vaqtdan beri turadi ijarachi? 2 oy bo'ldi o'zi. U sotni Necha puldan turibdi? 300 dan. 300 dan ijarachisi ham bor ekan. Narxini 57 ming degan ekanlar. Dodam narxini qancha qilamiz? Endi bittaga tushish mumkin, 56 bo'ladi. 56 ga qarang. 56 ham yaxshi narx. Faqat bitta nojoyi bor, 4 taligi. Lokatsiyasi yaxshi. Endi hozir men sizga nima desam, 50 turlarga nima deysiz? Lekin 50 tur bo'lsa ketadigan narx bo'ladi. 50 to'y endi pastroq. O'zi sotiladigan. Men o'zi pastda turaman. Yo, tushundim. Mana ham hozir qarang, narxini yomon qo'ymagansiz. Bu joy jihatdan yaxshi. Bitta joyi bor, buni 4-liga qilib turibdi. O'shaning uchun aytdim. 50 turlar bo'lsa, lekin yaxshi narx. Klientning narxi 50 tur. Nima deysiz 50 turga? Yo, 50 to'g'ri bo'lmaydi. Nechi pul? 56 bo'lsin mayli. Dodam 56 dedilar. Yana ham kelib o'zi bilan savdo qilasizlar dodamni. Nomerlari mana. Ko'rmasdan turib gaplashish bo'lmaydi. Nomerlariga bemalol chiqaverasizlar mana shu nomerlarga. Doda charchamang, savdoingiz bersin. Sog' bo'ling. Xo'p. Assalomu alaykum. Aka, xormang. Charchamayapsizmi? Zo'rmisiz? Bezovta qilmadimmi? Yo'q, aslo yo'q. Video qilib o'rsak bo'ladimi? Bo'ladi, bemalol aka. Yakkasaroy Shotarastovili, Pyramid Tower. Ro'parasidagimi? Ro'parasida ekan. Pyramid Tower'da oldidagi domda ekan. 4 etajkani, 2-etaj 3 xona. Balkon 2 ga 6, 70 metr kvadrat, yevro remont, mebel texnikalari. Hamma narsasi. Bu o'znikimi yo o'ziniki aka? Tirikchilikmi? Tirikchilik. Tirikchilikdagi akam remont tayyorda, to'g'rimi? Hamma narsa tayyor. Qarang, shunda hozir 108 ming degan ekansiz aka. 108 ming. Ha. Narxini qancha kelishtirib berasiz? Taqalib qolgan joyi. Taqalgan 106. 106. 100 larga tekis qilsak-chi? Teksga bo'lmaydi. Taqalgan 106 ga. Taqalgani 106 dedilar. Yana ham baribir pul bilan kimdir kelib savdo qilaman desak, baribir ko'nglingizdan nimadir tushib berasiz baribir aka. Akam nomerlari mana. 92 010 00 94. Akimning hamma narsasi joyida. Akajon, charchamang, savdoingiz bersin. Xo'p, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Doda, xormang. Video qilsam bo'ladimi? Variantlaringizni? Quvur. Svoya 2 xona. Qaysi tarafda bu? Farxatskiy bozormi? Ha, Farxatskiy bozor. 9 qarang. 9. Bu shunda 2 xona, 3 xona qilingan. Tushundim. Bu qarang. Qaysi taraf Farxatskiyni? 12-kvartalmi yo? 23. Ha, 23 ga qaraydi. 23-kvartal. 12 aytayotgan. Yo, tushundim. Ha, 23. Teginni orqasi ekanda? Ha. Shirin qara tomon. Shiringa qani? Bitta o'ng qo'lda Ha. 9 etajga bor o'zi. Shiringa chora qadar Shiringa qayirganingda. Tushundim. Astrofkada klinika bor, Ha, tushundim, bo'ldi, tushundim. 9 9 3 xona. Kecha bir reklamaga chiqmadimi bitta kanalga? Bu chiqdi. Bu chiqdi? Bu 56 chiqqan edi. Hozir men oladigan uyni narxini ko'targan. Men ham buni ko'tarmasam bo'lmaydi. Endi kelishtiring doda, ko'tarmang. 61. Sotaylik tezroq. 61 bo'ldi. 61? Qo'shdi 3 xona. 60 kvadrat metr. Doda 61 emas, sal yumshatib bering. Yumshatib bering. Joyi zo'r lekin, joyi yaxshi. Joyi zo'r. Joyiga gap yo'q. 3 xonani 70-75 deyapti-ku hozir. Yo, to'g'ri, endi kvadrat metr. Bu hozir 9 minus, ikkita minusi bor. Etajida 9 i koridor minus bo'ldi. Oxirgi taqalgan nech pul bo'lsin qo'lingizga? Ha, qara. Ayting. 60 manga berganda, 1000 so'm senga. Yo'q, menga kerak emas. O'zingizga chiqaveradi. Dodam 60 dedilar, 1000 so'm o'zingga dedi, dodam hammasi o'ziga. Nomerlariga chiqaverasizlar, kimgadir qiziq bo'lib qolsa variant, bemalol telefon qilasiz. Charchamang. Bu qayerda bu? Paneldami? Panelda ham bor ekan. Bu ham o'zingiznikimi? Bu sinimniki bu. Panelni. Qarang, panelning qaysi tarafida bu hozir? Ichkarida panel. Ichkariga kiriladimi? Ichkariga kiriladi. 4 etajdan 4-etajda 2 xona, 3 xona qilingan. Remonti o'rta ekan. Mana o'rta emas. Qani? Mana remonti ham bor ekan. Remonti ham yaxshi, unaqa
bitmas ekan, zo'r ekan holati. O'rtacha. Doda buni nechi pul qilamiz? 55 kelishamiz deyapti. Bu 55 menikini ham olmading-ku men bir tane. Ya buni oldim. Ya buni olmaymiz mana. 970 ga bu. Ha, hozir olamiz, hozir. Buni oldim. Buni oldim. Buni 60, buni 55, ustida savdosi bor. Savdosi. Ikkita nomer. Bu nomer o'zidikimi, kimniki? Bu singilniki. Bu kishi singillarnikiga qilaverasizlar. Bu o'zimniki. Bu dodamni o'zlarini Bu nomeri qizimniki. ekan. Qizlariniki o'zlariniki. 60 ga 55 savdosi bor ikkalasi ham. Sizniki qayerda? Meniki uchastka bor. Qani? Men olmayman, pastroq olaman. Pastroq overing. Mana toshmi boru. Ha. Postdan tushganda 1 kilometr yo'li 100 da. Hop. 8 sotu, kvadrat 35 deyapti. Plus 4,5 sotu qo'shilyapti unga. Nech pul? Ne zahvat? Zahvat derdi. Tushundim, nech pul? Общий 13,5. Uni kvadratini anaqa 35 dan hisoblagan. Yo'li 100 da biznesga yaxshi. Ana magazin, ili mashina servis qurishga yaxshi. Narxini qancha qilamiz? Taqalgani. Ha, mashina menga yetdi. 30 dedimi? Yo'q, 35 deb aytgan. 35 dedimi? 35 deb aytdi kvadrat. Lokatsiyasini tushuntirasiz, kimdir telefon qiladigan bo'lsa dedi. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa nomimizdan chiqsa mana 97 300 13 68 o'zlarini variantlari. Keyin Dodam yangi yo'lda 16 sotu yer bor. Yangi yo'lda 16 sotu yer. Nech pul? Hokimiyat orqasida 8 ta xonasi bor, uchastka, akukalarniki, u bitta hovli qilib yashagan. Hozir bitta sotyapti, 90 ming kelishamiz deyapti. 16 sotu 8 xona, bitta va texnik hamma tashlab chiqib ketadi. Hammasi aytganlaringiz aktivitlar joyidami? Joyida hammasi. Muammo bo'lmaydi? Yo'q, muammo bo'lmaydi. Eshit oling. Charchamang. Savdoyingiz bersin. bo'ldi, rahmat. Nomeringizni ko'rsating, ana shu nomerga qilaverasizlar, qiziq bo'lsa. 16 sotu hovli. 8 ta xona. Mana bitta yana variant bor ekan. Bo'yna qo'ydingmi buni O'rizorda? Aka, bu narxini tushundirdi. Boyna 57 mingga qo'ygan, bu 56 ming aka. Narximi? Ha. Mana shu nomerga chiqaverasizlar mana. Narxi 56 ming ekan. Yevrarimon. Oshxona, mebel, texnikasi ham bor aka. O'zimda ham 60 mingga olganman. Pul zarlik uchun 56 mingga beraman. 57 ga qo'yib yuboribdi bular. Bemalol chiqaverasizlar mana 048 Bezmaklar aka, 66 o'zimga 97 ga. O'zlarini uylari ekan. Xuddi shunday. Aka charchamang, savdoyingiz bersin. Rahmat, Xo'p. joningiz sog' bo'lsin. Aka buni oluvdim hozir. Hozir oluvdim bitta aka turgan ekan. Yo'q, u boshqa men egasiman-ku. Bilmayman qaysidir. Yo'q, oling. Bo'l, mana bo'yni ham chiquvdi, yana qaytadan o'g'rayamiz. Chilonzor 12 da ekan. Комната раздельный, balkon 1,5 ga 3, sredniy remont, ipotekaga chiqadi. 65 degan ekansiz, qancha qilamiz buni? Gaplashamiz qilamiz. Ustidami savdosi? Savdosi ustidami? Joyda qilamiz dedilar. Baribir naqd pul bilan kimdir keladigan bo'lsa, yumshatsangiz kerak baribir. Yumshatamiz. Yumshatiladi. Xonalari yaxshi, remontlari. Sredniy. Sredniy remontga chiqaverasizlar akamga. Nomerlari mana. Nomerni ko'rsating. Aka charchamang. E'loni yo'q edi, hozir buni qo'ysak ham bo'ladimi? Bo'ladi, ha? Instagramingizga. Bo'ladi, ha, aka? Qanday qo'yamiz? Olib keling. Ne oling? Uzoqroqdan o'ring, men ko'rsataman hozir. Mana soya. Bu qaysi taraf aka? Farxatskiy. Sal orqaroq qayting, men krupniroq. Yo'q, azroqdan ko'rsam krupni ko'rinsin. Farxatskiy qaysi tarafda? Farxatskiy. Valichlardan kirganda. Valichlardan kirganda. Bankovskiy doma. Shunda hozir 100 kvadrat. 100 kvadrat. 3 xona, 4 xona qilingan, 2 balkon. To'g'ri ekanda? To'g'ri. Chilonzor 12-kvartal, 4 etajdan 4-etajdan 100 kvadrat. 3 xona, 4 xona qilingan. Umumiy maydoni 100 kvadrat. Ishli dom, razdельный hamma xonalar yozilgan ekan mana. Remontlari sredniy. Bankinskiy degan mana holatini olib keling, bitta ko'rsating holatini. Holatlari mana. Holatlari mana. Sredniy remont. O'zizniki aka bu? O'zimniki. Buni nech pul qilamiz? 100. 100. Kelishadigan joy bormi? Sizlar nominglardan chiqsa kelishamiz. Kelishamiz dedilar mana nomerlar 93lik 519 01 04 bemalol chiqaverasizlar. Aka, charchamang. Sog' bo'ling, savdingiz bersin. Assalomu alaykum. Xola, qanaqasiz? Zo'r, rahmat. Charchamayapsizmi? Bu qaysi taraf bu? Zangiota rayoni Nazarbek. Ramazon Begzod uychi desiz chiqadi. Begzod uychi. K yoziladi. K. Ha. Qarang, bu hozir Bu o'zim uchastkam. bu ha? O'zim uchastkam Nazarbek. Ramadan Nasosniy mahallasi. Kichik intifodan kiriladi. Maktab, bog'cha, magazinlar, avtobuslarni, marshrutkalarni oxiri. Qarang, xolajon, 2 sotiq, 10 ta xona, 70% bitgan. Mana ko'rsatyapsiz umumiy holatini, mana olib keling. Umumiy holati mana g'ishtan aka. Fasadi nechida shunda? Fasadi 10 metr. Fasadi 10, mana shu o'rtada, mana shu o'rtagacha ekan.
70% Mashina bitgan. kiradi. Shunda hozir buni sotig'iga 35 dan so'rayapsiz. 70 bo'lsa. Shunaqami? 70 bu bitgan uy bilanda. Yo'q, uy bilan bir sotig'iga 35 dan so'rayapsiz demoqchimanda. Yana ham kelishsak bo'ladimi? Kelishamiz. Qancha? 65 ga bermadim, o'sha narxga berib yuboraman. 65 ga bermabdilar, bermagan narximga beraman dedilar. Mana xolamni nomerlari, bitta ko'rsang yaxshilab umumiy holatini mana. Mana nomerga mana buni qo'ya qoling. Keyin qarang, dokumentlari hammasi joyida, kamchiliklari yo'q. Yo'q. Xudo xolasa hammasi toza. Loyihalari chiqqan. Kadastri pulini to'lasam bo'ldi, kadastri olaman. Sergeli bu 9-hududmi? 9-hudud. Remont. Kirib yashaydigan 71 kvadrat. Ochiq balkonchasi ham bor. Hamma xonalari razdельный. 9-hudud 16 etajga, 5-etajda 2 xona. O'zi menimcha bitta yo ikkita bor-a o'sha o'rtada? Ikkita bor. Ikkita borda, 16 etajga. Sredniy remont ekan. Yo'q, remontli ekan. Bu pastda ham bor ekan-da, buni ko'rmanman. Remontli ekan. 60 ming degan ekansiz, uni qancha qilamiz? 58 ga berib yuboramiz. 58 bo'lsa berib yuborasiz. Bu Sergeli 5ami? Bu 5A. Qishli dom-a bu 5angiz? Qishli dom 7 etajdan etaj, 7-etaji 3 xona ekan. 68 metr kvadrat, novostroyka. Remont. Bu ham remontli ekan. Buni 65 degan ekansiz, qancha qilamiz? Buni endi egasi bilan gaplashiladi. Bu tanishim uyi. O'zi tanishingizni uyi. Egasi bilan gaplashiladigan, xolam olib borib ko'rsatadilar, agar ma'qul bo'lsa kelishtirib olib bizlarga berasiz, xolajon. Nomerlar mana 99 345 1907 o'zingizning nomeringiz. Xolamga chiqaverasizlar bemalol. Xolajon charchamang. Xo'p. Assalomu alaykum. Aka, hormang. Charchamayapsizmi? Qaysi tarafda bu? Sergeli mashina bozor. Ro'parasi. Mashina bozor. Nejiloymi bu? Yo'q, jiloy. Jiloymi? Jiloy. 2 etajgami? 2 etajga? Ha, uzilib ketmaydimi? Yo'q, yo'q, bu yengidimi? Yengimi? Novostroyka qani ko'rsating qani? Ha, bu Novostroyka deydi. Mana holati, dokumentlari chiqqan. Dokumentlari ham kadastri bor. Kadastri bor. Muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Dokumentidan muammosi yo'q. Ikkinchi etajdami, shundanmi? Birinchi etajda ekan. 2 xona plus podvali bor ekan. 104 metr kvadrat. Remonti korobka, shunaqami? Korobka. Narxini 65 degan ekansiz, qancha qilamiz? Kelishtirib beramiz, sizning nomingizdan chiqsa 62 ga beraman. 62 ga berasiz. Sal balandmasmi? Endi kelishtiramiz-da, endi sizning nomingizdan chiqsa. Kelishtiraman dedilar, endi baribir ustida savdo qilasizlar. Nomerlari mana 99lik 705 0019 aka o'zingiz, tirikchilik yo'q o'rtada. Bemalol chiqaverasizlar mana. Bemalol chiqaverasiz. Akam, aka charchamang, savdingiz bersin. Xo'p, sog' bo'ling. Doda, xormang. Assalom. Qanday? Zo'rmisiz? Qani tashlangan? Bitta ko'ring. Polni remontdan chiqqan, 3 xona polni alohida qilingan. Tirikchilikmi bu yo o'znikimi, doda? Yo'q, o'zimniki, o'g'limniki, o'zimnikida endi. Qani? Mana. 2 xona. Predatsiya svoya. 3 xona qilingan, alohida xona. Qarang, 21-kvartal deyilgan. Qaysi taraf 21da? 21 hokimiyatdan shunda chapga burilgan. Jeskop bor. Jeskopdan arkadan kiriladimi, kirilmaydimi? Yo'q, shunda anaqaga hokimiyatdan burilgandan keyin zapravkadan keyin Karzinka bor. Karzinka bor. Karzinkaning to'g'risida litsey bor, maktab. Bilaman, ha. Shunday maktabning yonida birinchi ko'chaning yuziga tushgan. Bitta Novostroykadan keyingi tushgan. Bo'ldi, tushundim. 2 xona, 3 xona alohida qilgan. Polni remontdan chiqqan. 4 eganda. Lampalar, konditsionerlar, katta xolodilniklar. Shunday kirdi, yashaydi. Hech kim yashamayapti. Doda, bu planirovkasi qanaqa planirovka? Planirovkasi o'zi oldin smeshka bo'lgan. Hozir 3 ta alohida xona qilingan. Uteplit qilingan. Gips kardonlar bilan hamma uteplit qilingan. Gips kardonlarda ana qilingan. Qarang, 54 yozib qo'ygansiz, narximi? 54 ming narxi. Buni qancha qilamiz? Narx bo'lsa 53 mingga beramiz. 53 sal balandmasmi to'g'ri? Yo'q, remont, yevro remonti, polni remont. Remont zo'rmi? Конечно. Rasm bormi? Bor. Bitta ko'rsating. Agar remont zo'r bo'lsa, buni sal yumshatib berasiz agar, doda. U bitta bo'lganda edi bir 50 larga tortardi-da. Ha, u bitta bo'lganda 50 ga sotardi. Endi remontni qilsang, o'zi shunga borib qoladi-ku. Qani? Endi remont qilib anaqa qolamiz. Shumi? Yo'q, emas. Qani? Bizani qotib qo'ymaslik uchun like bilan podpiskani bosib, ayamay mana qo'yaverasizlar. Yaxshi variantlar chiqaramiz. Qani mana shular turing ko'rsataman hozir. Qani shular turing doda? Olib keling. Mana kuxnya. Holati mana. 2 metrga 1 metr. Bu kuxnya. Xolodilnik. Bu oldin dediki bo'lgan nimada? Chiqqanmi bu balkonga? Balkon bilan bitta xona. Mana holati. Spalni. Bu zal mana batareyalar 18 ta anaqalar. Mana batareyalar.
Balkon 1,5 ga? Gips kardona. Ucha? Yo'q, ishlamay qoling. Mana. Bu spalnisi bu. Zam. Mana holati. Doda buni remontlari yaxshi ekan. Oxirgi taqalganini necha pul qilamiz? Ukam sen olasanmi? Yo'q, men YouTube'ga qo'yaman. Aytyapman-ku, mana mana shu banklarga berib qo'yganman. 53 ming bo'lsa, 53 mingdan tepasidanki deb aytib qo'yganman. Hop, shu bo'ladigan narxi mana shunaqa. Banklarga 53 ming deb aytgan ekanlar. Qo'lingizga 53 ming tegsa rozisiz. 53 mingga sotaman dedilar mana. Nomeringiz qani? Mana tepada. Mana nomerlari 90lik 168 28 26 o'zlariga chiqasizlar, o'rtada vositachi hech qanaqa nima yo'q. Bemalol o'zi bilan gaplashasiz. Dodam 53 taqalgan dedi-yu, dodamning ko'ngliga bir qo'l solib ko'rsalaring, nimadir o'tib beraveradi. Doda charchamang, sog' bo'ling. Mana buni ham anaqa qo'ysangiz yaxshi. Qani bu? Uchastka minor. Minor masjidining yonida, Malika bozori yonida. Tur sotuq ekan. Tur sotuq, 6 ta xona, 2 ta vanna, 4 ta sanuzi. Sanuzi 240 ming. 2 ga bo'lib sotish ham imkoniyati bor. 2 sotuq 3 ta xona. 2 sotuq, 2 sotuq. Shunda hozir turni 240 deb turibsiz, 240. Agar bo'lib sotsam 2-1-ni 110, 2-3-ni 125. Fasadi agar o'pishib oladigan bo'lsa, fasad 21 ga 21. To'g'ri burchak joy. Mana bizib quradiganlar bo'lsa, u yerda qizil liniyaga tushmagan, sariq liniyaga tushgan. Bu degani bizib qursa ham bo'ladi. Qaysi tarafida o'sha nimani? Shunda masjiddan o'tgandan keyin davoli bor, masjidda davoli, shunda mahallaga shunda kiradi. Shunda davolning o'rtasida katta yo'l bor. Shunda yo'lning yuzida joylashgan, uglovoyda joylashgan, eng baland joyda joylashgan. Doda, zo'r joy. Buni 240 degan ekansiz. Buni ham yumshatiladigan joy bormi? Mana yuzasi qo'yibmiz mana. Yo, bo'lib sotilishini tushundim. Agar olib oladigan bo'lsa, nimani o'tib berasizmi? Ozgina o'tib beramiz, albatta. Bo'ldi, doda, charchamang. Nomerlarni yozib qo'ydik, dodan bemalol chiqarasiz. Doda, charchamang, sog' bo'ling. Ishingiz omadini bersin, sog' barakasini bersin. Ha, bo'ldi, doda, charchamang, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Video qo'ysam bo'ladimi? Yo'q. Bo'lmaydimi? Nimaga? Bo'lmaydi video qilsak. Ya o'zim olmay, videoga men videoga tushaman ko'raman. Mayli. Charchamang, rahmat. Shu bilan Qur'on o'rtasi. Assalomu alaykum. Mana hozir galeriya ekamga qilib yotibdi. Video qo'ysam bo'ladimi, aka? Bezremon, emaydi. Opa, Xormay, salom. Yaxshimisiz? Qarang, aka, bu Sergeli 2 degansiz. To'shni orientirimizni qaysi taraf? Qur'on bilan anaqa bor-ku, Quchon o'rtasida. O'sha yo'l yuzidagi Fransiya dombori 9 etажga. O'sha yerda. 9 etajdan 8-etajda 2 xona. Общий koridor ekan. Biz remont. 57 metr kvadrat. Metro Quchoq Turon orasida. Startli narxi 48 mingmi? Kelishamiz, aka. Ustida savdosi bor. Birga 7 balkoni bor. O'zingizda uyingiz. Tirikchilik emas. Yo'q, tirik. Bemalol akamga chiqasizlar. 90lik 134 33 99. Mana bu 48 ni yumshatsak bo'ladimi? Ozgina yumshatamiz. Qanchalar primerna? Endi kelishsin, ustida savdolashamiz. Ustida savdosi bor ekan. Akamga telefon qilaverasizlar. Narxi 48 degan, narx yaxshi. Yana ham tushib bersangiz, undan ham yaxshi bo'ladi, aka. Charchamang. Sog' bo'ling. Aka, xo'p. Assalomu alaykum. Salom. Yaxshimisiz, aka? Qanday? Zo'rmi? Qaysi taraf bu? 15-kvartal. 15-kvartal? 15 qaysi tarafda? Safiya ro'parasi. Safiya ro'parasidami? Uchtepa hokimiyatdan shunday o'ngga qayirib qo'yilganda Safiya keladi, Safiya ro'parasida ekan. 3-4. 4 etajdan 3-etajdan 3 xonali. Balkoni 1,5 ga 6. Narx 68 kvadrat a? Narxini 73 deyapmiz, kelishtirib beramiz. Qanchalar bo'ladi taqalagan? Kesin gaplashamiz 72larga ham. 72larga gaplashamiz dedilar. Endi baribir kelib nimadir qilib gaplashsa bo'ladi gaplar. Bu Chilonzor 18 degan-a? 4 etajdan 2-etaj 2 xona. Bu qanaqa planirovka? Razdelka ekan. Yevro remont, mebel plus texnika bor ekan. Nima kira texnika deganga? Spalni, mягкий mebellar hammasi. Mebellar. Texnikalarga kir mashina xonadonlik buni bormi? Yo'q, konditsionerlargacha bor. Bor-a? bor. Qoladi hammasi. 77 deyilgan, qancha qilamiz bunisini? 76 ga beramiz keladi. 76? Yana ham o'tib beramiz agar keladi. Nomerlar mana 91 578 25 66 ga chiqaverasizlar bemalol. Aka, charchamang. Sog' bo'ling. Yaxshina o'zi. Salom. Okey, bormi? Video qo'ysam bo'ladimi?
Faqat yuzni ko'rsatmasangiz bo'ladi. Sal pastroq oling, ko'rsatmaymiz yuzingizda. Sebzor, Olmazor. Bir xona, ikkinchi etaj, 4 etajga ekan. Ehtiyot bo'ling. Qarang, shunda hozir 90-30 kvadrat deyilgan, ha? Bu Ha, boshqa. 1,5 uch balkon. Sebzor qaysi tarafi? Sebzor chorrahadan o'tgandan keyin masjid bor, Taxtapul Mo'sin. Masjid orqa tarafida. Masjid orqa tarafida. Remont qanaqa buni? Sredniy remonti, G'afur G'ulom metroga 10 minut, 8 minutlik yo'l. Chorsuvga ham tushsa bo'ladi. Yaqini G'afur G'ulom metro. Narxi 40500 shunaqa. Ikkinchi etaj g'ishtli 30 kvadrat, 1,5 uch balkon. Dokumentlar joyida. Da, hammasi joyida. Buni sal yumshataylik. Siz kanalingizdan kesib o'tib beramiz aka. 42 larga nima deysiz? Yo'q, 42 sali kam aka. 42 bu zo'r narx bo'lardi lekin. 42500 agar ichi kelsa, 42500 ga naqd pul bilan kelsa beraman dedilar. Yana ham kelib nimadir o'tadigan joy bo'lsa gaplashaverasizlar. Nomerlari 94 616 02 79. Dokumentlari hamma narsa joyida. Muammosi yo'q, aka. Aka, charchamang, savdoingizni bersin. Xo'p. Bugun bozorda juda ham odam ko'p. Qolgan bozorlarga nisbatan bugun yakshanba kuni odam gavjum ekan. Video qilsam bo'ladimi? Assalomu alaykum. Charchamang. Pad ofis, Oqtepa. Balkon 2 ga 6 metr kvadrat ekan. Sredniy remont. Podvali ham 2 ga 6. Podvali hammi? Podval necha kvadrat? 2 ga 6 ni tagi polno podvalda endi. 2 ga 6 balkonni tegi podval. Shunaqa. Narxini necha pul qilyapsiz? Buni 82 ming so'rayapman aka. 82? Keyin galashib beramiz. Bu hozir nejilov qilinmaganda, to'g'rimi? Yo'q, qilinmagan jildi. Buni kelishtiramizmi? O'zga o'tib beradigan joyi bor, sizlardan kelsa, normalni kelishtirib beramiz. O'tib beradigan joyi bor ekan. Akam nomerlari mana 97 441 72 83 ga chiqaverasiz. Aka, rahmat. Charchamang. Savdoingizni bersin. Xo'p. Bunda qarang. Cheers. Chilonzor yerda bor. Telefon bo'ladimi? 1-2 tashtasi ol. Bo'ldi hozir. Opa, assalomu alaykum. Videoga qo'yamiz Instagram, YouTube'ga. Anaqa ham olgan yo'qmi hozir? Sizda olgan yo'q, ana qog'ozda olamizda. Bo'ladimi? Yo'q, hozir olgan yo'qmi deyapman. Gapirdim-ku. Hech narsa qilmaydi. Chilonzor 26-kvartalda ekan. Balkon 2 ga 6. 5 etajga 3-etaj bir xona 2 xona qilingan ekan. Kirpich. Qarang, shunda точно orientir qaysi taraf? 1-2 maktab orqasi. Qarang. 22-dom. 22-dom. Nimadan kirib borsa bo'ladimi? Mana bu Vatan kafening ro'parasidan kirib ketsa bo'ladimi yo bu налоговый nima? Nimadan tomondan kiriladi? Налоговый tomondan kelsa ham bo'ladi, bu yoqdan kelsa ham. Oqtepa lavash yonidan kirsa, To'g'ri bo'ladi. Narxini 52 ming degan ekansiz. Qancha qilamiz? sunnatiga o'tib beraman ozgina. O'ziga? Ha, toza remontlari, ichidagi narsalari ham qoladi. Gilam, konditsioner, kir mashinalari qoladi. Yangilamlar tashalgan. Narxini 52 ming dedilar, ustida savdosi bor ekan. Nomerlari mana. 50lik 580 01 55 bemalol chiqaverasizlar opamni uylari. Opa, charchamang, savdoingizni bersin. Ipoteka ham to'g'ri keladi. Bemalol qilaverasizlar. Aka, zo'rmisiz? Salom. Aka, xormang. Sotmadingizmi hali? Yo'q, hali sotilmadi. Endi sotamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Oqtepa ko'rik, 3 xona 4 etajga 3-etajda ekan. Balkon 2 ga 6, sredniy remont. Necha pul qilamiz? Endi ustida bari kelishiladi. Oldin necha pul qo'yuvdik? Oldin 75 ming. Buni kelishtiraylik. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa. 70 larga nima deysiz? 70 ta sal ko'tariladi. 72 lar bo'lsa mayli. 70 larga yaxshi narx deydi lekin. 70. Sal nimaroqda, nima deydi? Lekin joy yaxshi. To'g'ri aka, endi baribir men mebel texnika. Qolgan joylarga ham nisbatan narx arzon aytgansiz, to'g'ri, lekin joy sal nimaroq bo'lib ketyapti-da, tomonga tortib. Agar mana bu tomonlar bo'lsa edi, arxas kontrollar bo'lsa, bu bundan ham ziyod ketardi. 70 roskor qilaydik, xudo xolasa sotilib ketadi. 72 yaxshi lekin. 72 mi? 72 ming dedi bo'ladiganini, mana nomerlari 97lik 764 55 57 ga bemalol chiqaverasizlar. Akamning o'zlarini variant. Aka, savdoingizni bersin, charchamang. Xo'p. Timur. Salom. Video qilsak bo'ladimi, opa? Video qilsam bo'ladimi, opa? Qog'ozingizni video qilsam? Nima qilsam? Qog'ozingizni video qilsam bo'ladimi? Yaxshi yozmaganman-ku.
Chiqarish shart emas, ma'lumot qiziq-ku. Mana shuni qarab turaman sizga. Hovli sotiladi, 1,5 sotiq, 15 ekan. Ko'rmay qoldim. 15 sotiq. Ay, shoshmang, opa. Odam qo'rqitdingiz. 15 sotiq. 4 ta xona, korobka, g'ishli dommi? Zangiota. Toshni orientir qaysi taraf? Orom boru, ipodromdan ozgina o'tgan ekan, 2 kilometr. Qarang, oromdan ichkariga kiriladi shuni. Zapravkadan o'tgan ekan, ha. O'ngga kiriladi. Qancha kiramiz ichkariga? 500 metrmi? Bir ko'p emas. Shunda hozir 15 sotuq shoshiling sotilyapti. 15 sotiq bo'lsa, sotig'ini ko'raylik, nech puldan chiqar ekan? Arzon. 8,5 ming chiqadi. Hozir 135 ta bo'lamiz 15 ga. 9 mingdan chiqar ekanda sotig'i. Buni korobka g'ishdan qurilgan 5 ta 6 ta uyimiz bor. Buni sal kelishtirishda iloji bormi yo taqalganimi? Yo'q, o'zi 160 ga olganmiz. 160 ga olgan ekanlar. 135. 135 bo'lsa beraman dedilar. Ustida savdosi bo'lsa agar o'zlariga chiqaverasa, men nomerlar 99 802 69 44. Bemalol ustida savdo qilasizlar. Opa charchamang, savdingiz bersin. Rahmat. Necha beraman? Pul kerak emas, duo qilib qo'yasiz. Ha. Voy, Alloh rozi bo'lsin. Omadingizni bera qoling bo'lasa. Shunday, charchamang. Hop. Va so'rab ko'ryapti. Ha, shu gapsiz. Salom alaykum. Aka, bu qaysi taraf 20? 20. Общежитие? Ha, Gandri. Qarang, qaysi tarafdagi? Ilonota masjidi oldimi? Yo, Qarang, aniq bilmayman, ammamnikida bu. Hop. Men sherga o'zi. Chilonzor 20-kvadrat, 42 kvadrat. 9-6-etajda ekan, 2 xona. Galereyka bez remont. 38 ming so'rab turilibdi. Nech pul qilamiz? Kelishamiz hali. Kelishilar ekan, nomerlar mana. 90lik 069 0022 ga chiqaverasizlar. Aka, savdingiz bersin, charchamang. Assalomu alaykum. Xolajon, buni oldinmi bo'yni? Ha, oldim. Charchamang. Arendaga variant bo'lsa, arendaga yozsalar, arendaga qo'yib yuboramiz. Mana shuning uchun bu tomonda arenda ko'p savdosi bo'lyapti. Arenda kvartira. Bu tomonda yo'q ekan. Ichkari. Okey, Hormik. Assalom. Okey, charchamayapsizmi siz? Zo'rmisiz? Rahmat. Variant ko'p. Kim menga dollar beradi? Xola, sotilmi, sotilma? Bozor issig'ida. Dollar beriladimi, berilmaydi? Kim sotdi? O'y pul beraman. Har kim kim so'raydi mendan. Pul beradimi, bermayman? Kim pul beradi? Menga pul ber. Soting, beraman. Qoriq bilan allaydi, bilan qo'ymaymiz bilan allaydi. Oldim-ku. Kim edi bu? Pul berasizlarmi, bermaysizlarmi? Sotyapsizlar aka. Men hali sotmadim. Kim aqcha beradi? Bir 100 bersin. Yo'q, qilgan yo'q. Qilsa qo'yib yubor ana shularni. Yo'q, bizlar Opa ham sotgan. Shashlik. Shashlik olib beringlar hatto. Salom. Doda, oson bo'ladimi? Salom. Oson bo'ladi variantingizda? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Boshlasizmi? Dom, 4 sotiq. 8 komnata. Mahalla katta Yangobod. Yangobod qaysi taraf doda? Izzat ko'chasidan. Izzat ko'chadan. Novostroykalar yonidami? Novostroykaning yonidagimi? Ha, o'tgandan keyin. Novostroykalardan o'tgandan keyin. Qarang, 4 sotiq ekan. Sotig'ini nech puldan qilamiz? Yo'q, sotingni billa sotaman men. Option nech pul? U 195. 195 ga 4 sotiqda. Sal kelishamizmi? Ozgina tushamiz. Qanchalar? 4-5 ming tushamiz. 190 bo'lyapti-da 4-5 tushadigan bo'lsa. 190. 190 ga 40 50 dan chiqyapti-da, shunda 4 bo'lsa. Yo'q, 50 dan chiqyapti-da, 4 ga 900 bo'lyapti. Yana ham kelishamizmi doda yo 190 ga qolamizmi? 190 qolamiz. Dodam 190 ga qolaman deyaptilar. Kimdir naqd pul bilan kelib, pulni mana deb ko'rsatsalar, nimadir o'tib berasan. Dokumentlari joyida, muammosi yo'q. O'zingizning uyingiz, to'g'rimi? O'zlarining uyi, bemalol chiqaverasizlar, o'rtada vositachilik hech kim yo'q. Mana nomerlari 94 639 39 17. Doda, charchamay, savdingiz bersin. Rahmat. Tezroq sotib oling. Xo'p. Mana bugun uy bozordan qisqacha qilib sizlarga uylarni ko'rsatdik, qo'limizdan kelgancha bor variantlarni, uylarni egasidan pryamoy ko'rsatishga harakat qildik ko'proq. Endi kamchiliklarimiz bo'ladigan bo'lsa oldindan uzr. Bizani qilayotgan mehnatimizni nima deydi, mukofotlash uchun bitta like bilan podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, sizlarga yaxshi zo'r variantlar chiqarib borishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang, bizda har doim yaxshilar chiqadi.